Hurmatli muxlislar, mana shu bizning uyimiz, mana shu ishlar yoqqan bo'lsa, ishlarga bittalar bas qo'ysanglar bo'ldi. Ya ishimizni o'tkazamiz deyiladi proses. Ha, bu ishni men 2 yil oldin o'zim dillab yurdim. Xudo xolasa telefon qildiraman dedi. Shunga yetib otalik. Mahmuddan ko'rib qoldim. Mahmuddan chaqirtirib, ko'rdik, gaplashdik. Juda yaxshi, zo'r yoqdi menga bu ishlari. Mahmudga ham katta rahmat. Shogirdlar bor ekan, Iqboljon, Islomjon, Nurullo shogirdlari ham yaxshi bolalar ekan, katta rahmat. Men bu darajada zo'r chiqadi deb o'ylamadim. Men o'ylagandan ham zo'r chiqdi. Katta rahmat, ishlariga omad. Omadbek, sizga ham ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Yana endi tavsiyam bor. Qanday qidirmasdan telefon qilishlarini so'rayman hammalaridan. Bu umidvorlik deyishyapti, xudo xolasa. Nevaralarimni, o'g'llarimni to'y qilaman sizlarga. Shular to'yiga yarab bersa bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa u kamida nevaralaringizni nevaralariga. Aytganingiz keldi. Tanjaringiz sog' bo'linglar. Ko'nglingiz chiqdi, tog'a Xudo xolasa zo'r, undan ham zo'r. Bahramjonga ham, shogirdlarga ham katta rahmat hammalariga. Sizga ham rahmat.